Qiz poshshalar, bugun yana bitta muhim masala haqida gapirib ketmoqchiman. Muhim o'zgarish haqida, homiladorlik vaqtida aniqlanadigan kistalar haqida gapirmoqchiman. Ekranga diqqat bilan qarab turasizlar. Mana bizda hozir homiladorlik 12-13 haftasi hamda kistozный включениеda tuxumdonda ko'rilyapti. Na samom деле shu включениemiz 6-7 cm bo'lgan va bu qizimizni bizda ko'rik bo'lmagan paytida, ya'ni navbatga yozilmagan paytlarida boshqa joyda tekshiruvdan o'tganlar, vohma bilan ertasi kuni yugurib kelganlar, menda kista bor ekan, tuxumdonim yorilib ketar ekan deb. Mana shu joyga juda e'tiborli bo'linglar va ko'rib, bu всего лишь rutinovый kista, homilani boqadi, homiladorlik davrida so'rilib ketadi-da. Qizimizni ancha tinchlantirganmiz va bugun o'sha narsani doказательствоsi bo'ldi. Dinamikada bu включениemiz so'rilyapti. Qizlar, sizlarga ham homiladorlik paytida sanda kista bor, 6-7 santimetrlari voydot deb vohma qilsa